Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb qo'ydi. Vatan deyamisangiz mayli, zimin deyamisangiz mayli, qarindoshmi demang, ota-ona deb chiqing. Qirlib ketgan vaqtida michildab yig'lagan vaqtida o'rniga kelmaydi. Bu har qanday farzandning majburiyati, mas'uliyati. Siz o'ylab beqing, necha kundan beri köp farzandlik bo'lish, köp xotin elish degan temalar tinmadi. Shu Ramazon mezgilida shahvat deb so'zladinglar. Numus deganni bilsanglar bo'ladi. Agar aqlishingiz joyida bo'lsa, normal inson xususunda ishlaringizni o'zingiz hal qila olasiz. 4 xotin, 5 xotin bo'lib ketganlarni siz o'ylab beqinglar. To'y qilmagan ne yigitlar bor. Nima deb shularning g'amini qilmaysizlar? Nima deb shularning farzandlik bo'lishini istamaysizlar? Kulkili yeri bo'shida Eyle 90'ların 4-5'ten xotun. Toy qilmagan balaların g'emi yo'qmi ishlarningki? Vatanning sirtida erkiy qirg'inchilik qilyapti yo vatanning ichida erkiy qirg'inchilik qilyapti? Aqlishing joyida bo'lsa, kallangni ishiltib, butun dunyoda mozlashmayli, lovuzlashmayli desa, o'shingni tepib tuzuq ish qil. To'rga chiqib olib xotin elishni, bal tepishni, bo'rkini qarab yiqib ish qilasa. Odamning og'zini nima desam bo'ldigan holatga yetdi. Eliq to'plarimlarda kelgan ovozlarni olsam, ko'nglim elishida, ey, odam bo'lamsan sen. Diniy e'tiqod bilan bu jinsiy deganda nima munosabati bor? Axloqsiz mehnatlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb qo'pidi, kallasini silkib etib, tafakkur qildi, axloqini ishiltib turib ish ko'rdi. Rahmat sizlarga.